sizlarni ezgan bu hayotga nisbatan, sizlar o'ylab keyinga yetolmagan u endishiga nisbatan fattakhidhu vakila. Meni vakil qilinglar, u ishlarni menga topshiringlar deydi Alloh taolo. Hech nimasi yo'q, tuqquni yo'q. Yosh yumshoq odamni deb sifatlaymiz, endi buni Xudoyimdan boshqa bir narsa yo'q deymiz. Agar bizning Xudoyimiz bo'lsa, kim kerak? Allohsiz bo'lgan odam g'am qilamdi. Agar ular sendan yuz o'rsa, sening keyindan turaman deganlar sendan yuz o'rsa, seni qo'llayman deganlar sendan yuz o'rsa, keyiningda men bor deganlar, menga ishon deganlar yuz o'rsa, ana shundaq vaqtda asla ojiz holatga tushma. Hasbiyalloh, menga Alloh aytadi degan va ni'mal vakil. Alloh taolo ajoyib yaxshi vakil bo'lguchi. Bugun tunji kelgan bormiz suhbatimizga. Tunji kelgan xo'sh kelibsizlar. Hamma salomat. Hayot qanday ketyapti-da? Turkiyada bir gap bor, hayot zo'r, hayot qiyin deb. Amaliyot qarab baqadigan bo'lsak, buning nurg'unlagan sabablari bor. Yoshlar xiyolidagi narsalarga erisholmayotdi, xiyolidagi telefonlarni ololmayotdi. Shundaqlar yoshlarda xiyolidagi mashinalarni ololmaslik, xiyolidagi uylarda o'ltirolmaslik va shuning o'xshagan kelgusiga doir nurg'unlagan endishalari bor. Yoshlarning emas, cho'nglarning nurg'unlagan endishalari bor. Yosh cho'nglarningki salomatlik endişesi var. Puldorlarninki pulumni qanday saqlama, birini ikki qilama degan endişesi var. Kambag'allarninki qanday qilib bu kambag'allikdan qutlama degan endişeleri var. Qarab qaradigan bo'lsak, hayot amaliyotda bizga ko'ringan vaqtda biz uningga haqiqiy to'g'ri, bulungdan, to'g'ri tarafdan qaramagan vaqtimizda biz ko'tarilmaydigan darajada ig'ir. Bu sababdan dunyoda asosliq hamma odam degudek nihoyat harg'in. Bulubmi Turkiyadagi ajoyib harg'in, ajoyib charchab ketganlik. Hayot tepsini ezgandek bir xil tuyg'uda. Shuni qarab baqsanglar, YouTube'da eng ko'p ko'rilgan narsa nima desanglar, bu shu hayotning qiyinligini ifodalab aytgan naqsha. Balkim anglaganlar bo'lishi mumkin. Ben yoruldum hayot, gelme üstümge. Bilisizmi buni? Bu naqsha YouTube'da 350 milyon qatimdan ortiq ko'rilibdi. Turkiyada 80 milyon atrofida mustafa desak, bu ahvoldan tortib hisoblasak, har bir odam 3 qatimdan angladi degan gap. Bu nimani bildirdi desanglar, umuman jamiyatda, kishilarda hayotga nisbatan nihoyat charchaganlikninki, hayotning ig'ir kelganligini ifodalaydi bu. Amaliyotda boy degandek hayotda bizni charchatadigan nurg'unlagan sabablar bor. Agar biz o'ylasak, nurg'unlagan endishiga sabab bo'ladigan ishlar bor. Ammo dunyoda hamma odam charchasin va shundaqla hamma odam kelgusidan endish qilsin, qo'rqsin, ammo musulmon asla va asla endish qilmasligi kerak. Nima uchun bilamsizlar? Chunki musulmon biz bugun o'qiydigan ismi bor Allohning bandalari. Biz bugun o'qiydigan Allohning ismi El-Vakil. El-Vakil degan nima degan gap? Ishlarni butunlay uningga topshiradigan zot degan gap. Alloh taolo Qur'oni Karimda Robbul mashriqi val mag'ribi la ilaha illahu fattakhidhu vakila deydi. O Alloh Meşriklerinin Rabbi, Mağriblerinin Rabbi. Yani Şərqdəki bütün devletlerinin Rabbi, Şərqdəki bütün canlıqlarının Rabbi, Şərqdəki bütün mevcudatların Rabbi. Ve şundaqla Mağribdəkilərinin Rabbi. Biz köp halada Qəribni çoğ bilimiz o. Biz çoğ bilgen Qəribnin mi Rabbi? La ilahe illahu. O Allah'tan başka hiçbir nersi yok. O Allah'tan güçlük hiçbir nersi yok. Allah Teala özünü bunda çöndürüp boğan dikinim dedi. Fettehidhu vekila. Ey müminler, ey Allah kişengen kişiler, sizlarni ezgen bu hayatga nisbatan, sizlar o'ylab keyinga yetolmagan u endishiga nisbatan fattahidhu vakila. Meni vakil qilinglar, u ishlarni menga topshiringlar deydi Alloh taolo. Bizning irodamizda bo'lmagan, bizning kuchimiz yetmaydigan mohiyat, nurg'unlagan ishlar bor. Masalan, kelgusi deymiz, iqtisod masalasi deymiz. Buning nurg'unlagan tajriba, savoqlari bor. Ammo pul tepishning 100%lik formulasi, 100%lik endisi yo'q. Agar unda bir endis bo'lgan bo'lsa-da, hamma odam shu endisni o'rganib bilan pul topgan bo'ladi. Ondan başqa farzandlarimizning kelgusi, ya'ni farzandlarimiz qanday odam bo'lar, yaxshi odam bo'larmi, yomon odam bo'larmi deganga o'xshab bu shunday endishlar bor. Mush endishlarning hech qaysi bizning ilkimizda emas. Biz bu endishlarni yo'qotish uchun bizning qila oladigan ishlarimiz bor. Ammo biz qilolmaydigan ishlarimizning hammasini fattahidu vakila. Allohning buyrug'iga asosan o kelgusimiz ulamdi bizni g'amga solgan bütün ishlarda, ya'ni bizning imkoniyati bo'lmagan bütün ishlarda Allohni vakil qilamiz. Ammo biz mush masalada bizning kuchimizdan, bizning iqtidorimizdan hal qilgan ishlar bor. Biz kuchimizdagi, taqatimizdagi ishlarni qilamiz. Bizning kuchimizdan hal qilgan ishlar u Allohning ishi. Bu ishni Allohga topshiraylik deydigan chin e'tiqod qilinmagan bo'lg'achqa, bir kafir qanday kelgusidan endishiga uchsa, biz ham shunday kelgusidan endishiga uchimiz. Biz faqat umid uzilgan, ko'zimiz yetmaydigan ishlarni Allohga amonat qilamiz. Masalan, hozir so'rasam sizlardan, "Hoy, vatanimiz ozod bo'ladimi? Vatanimizga qayta olamizmi?" deb so'rasam nima deysizlar? Endi vatanning ishi qanday bo'ladi? Vatanning ishi Xudoyimga amonat deysizlar. Bu vatanning ishi Xudoyimga amonat degan gap, endi vatanga bormaymiz degan gap. Va shundaqla shunga o'xshagan bir umidimiz butunlay uzilgan ishlarda
endi u ish qanday bo'laki, endi u ish Xudoga omonat deymiz. Asli bu so'z iboralarimiz, bu jumlalarimiz Alloh qilingan ajoyib hurmatsizlik bu. Ajoyib bizning sababga cho'qinganligimiz, men qila olayman, men etalayman deganligimiz. Bu vatanni ozod qilishga va yoki undan boshqa har qanday bir qiyinchiliklarni bizning qila oladigan imkoniyatimizni oshgan vaqtimizda biz o'zimizning iqtidoriga, sababga cho'qingan bo'lg'achqa, ush bo'lmaydi degan ifodalash uchun Xudoyimga omonat deymiz. Amaliyotda biz Xudoyimga haqiqiy shaklda omonat qila olgan bo'lsak, ishlarimizni Alloh taolo degandek fattahilhu vakila. Ey Alloh, men qulamdan kelgan ishlarning hammani qildim. Ey Alloh, men qulamdan kelgan ishlarning hammani qilib yaxshi o'qidim. Butunlay tirishchiligimni ko'rsatdim. Mening ish tepishim, mening rizqim butun sening ilkingda. Men rizqimni, kelgusimni sana topshirdim deb rasmiy shaklda deyilgan bo'lsak, u chaqda Alloh taolo Qur'on Karim degandek va kafa billahi vakila. Alloh kepil bo'lishga yetarlik edi. Lekin biz bay degandek hech nimasi yo'q, tuqquni yo'q. Yosh yumshoq odamni deb sifatlaymiz. Endi buni Xudoyimdan boshqa bir narsa yo'q deymiz. Agar bizning Xudoyimiz bo'lsa, bizga yana kim kerak? Allohsiz bo'lgan odam g'am qilamdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makkada faqat Hazrati Abu Bakr bilan yolg'iz, keyindan dushmanlar qo'g'lab keliglik, g'arning ichiga yushurindi. Mushuklar keyindan qo'g'lab kelib tutuvag'ili qil qoldi. Hazrati Abu Bakr, ey Allohning elchisi, bu mushuklar shundalam qarasa, bizni kurab qoladi degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nima dedi? Ey Abu Bakr, la tahzan innalloha ma'ana. Alloh biz bilan birga, g'am qilma dedi. Demak, uni Xudoyimdan boshqa narsa yo'q degan gap. Asli biz uni bir umidsizlik shaklida emas, rasmiy Allohningki bizning kuchimiz yetmagan ishlarda bizga vakil bo'lganligiga chin tutib kelgan bo'lsak, bizmo ana shunda xim xatarlardan qutulgan bo'lardik. Biz bundan keyin bu gapni umidsizlik uchun emas, Uyg'urlar shundaq bir talaylik millatki, Uyg'urlar shundaq bir tanlangan millatki, bizning Allohimiz bor. Alloh taolo bizni ana shundaq sabablardan butunlay paklab, faqat qalbimizni Alloh bilan bog'lash uchun mana shundaq butun kishilarni yordamsiz qo'ydi. Endi bizning Allohdan boshqa hech qanday bir yordamchimiz yo'q deb umidsizlik emas, dil aksicha bizning Allohimiz bor. Ondan boshqa hech kimimiz bo'lmasa-mu, bizga Alloh yeta. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Sen butun jonliqninki idora qilguvchisi. Butun jonliqlar sening buyrug'ing bo'yicha harakat qiladi deb bu shaklda tavakkul qila olsak, ondan keyin biz haqiqiy iymonimizga loyiq shaklda Allohga ishongan, Allohga to'g'ri shaklda muomala qilgan bo'lamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ey Allohdan boshqa hech narsa yo'q musulmonlar, iyansurukumulloh fala g'aliba lakum." Agar sizlarga Alloh yordam bersa, sizlarga hech bir g'alaba qiluvchi yo'q. Va ayakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di. Agar Alloh sizlarga yordam bermasa, agar sizlar bilan Alloh birga bo'lmasa, sizlarning Allohinglar bo'lmasa, sizlarga kim yordam beradi? Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Unda bo'lsa, haqiqiy mu'minlar, haqiqiy Allohga ishonaman degan kishilar Allohga tavakkul qilsin deydi. Bizni shundaq bir ishinglarni menga topshiringlar. Ya'ni sizlarning kuchingiz yetmagan ishinglarni, nay to'g'ri tushunsak bo'ldi buni. Biz kuchimiz yetadigan, biz qila oladigan ishlarni tashlab qo'yib, Allohga vakil qilsak, yana Allohga hurmatsizlik qilgan bo'lamiz. Biz kuchimiz yetadigan ishlarning hammasini eng yuqori chekda qilib bo'lgandan keyin bizning kuchimiz yetmaydigan ishlar bor. Boy degandek bizning sog'lomligimiz, bizning iqtisodimiz, bizning rizqimiz, bizning vatanimizning ozod bo'lishiga o'xshash bu ishlarning hammasini Allohga topshiramiz. Demak, biz Allohning vakil ismini haqiqiy ma'nodan tushunsak, bizning qalbimiz haqiqiy shaklda xushallikqa erishadi. Haqiqiy shaklda huzurga erishadi bizning qalbimiz. Bizni g'amga tashlayotgani ya bizning kelgusimiz bo'ladi, ya bizning rizqimiz bo'ladi, ya bizning melimiz bo'ladi, ya bizning bolalarimiz bo'ladi. Bolalarimiz qarta, pulimiz qarta, kelgusimiz qarta, rizqimiz qarta bizga tushgan ishlar bor. Bizga buyurilgani ana shu bizga tushgan ishlarni qilish. Ammo uningdan keyingi ishlar bizning ilkimizda emas. Va kafa billahi vakila. O ishlarning hammasini biz Allohga topshiramiz. Ba'zi yoshlarningki o'qishdan voz kechib tijoratga mingishi, ya'ni o'qish yoshidagi bolalarningki o'qisaqmi foydasi yo'q ekan, o'qib bo'lgandan keyin yana pul lozim ekan deb o'zining o'qishini tashlab, kelgusidan ansirab, o'zining yoshligini ko'ydirib, oltindek o'qiydigan yashini iqtisodga qaratib, ya'ni kelgusidan ansirishimi dal Allohning vakil ismini tushunmaganligi, shundaqla vakil ismini koinotni o'qimaganligi. Endi buni biz aqliy jihatdan bir o'ylab boqaylik, birodarlar. Biz qachondan boshlab shunday g'amga tushdik? Sizlar qachondan boshlab shunday kelgusingizdan ansirayotsizlar? Ozroq aql kirib, bir narsani o'ylag'uday bo'lgandan tortib ansirayotimiz. Bizning kelgusiga bo'lgan ehtiyojimiz va yoki naq aytsak, bizning pulga bo'lgan ehtiyojimiz, uyga bo'lgan ehtiyojimiz ajaba bugun paydo bo'lganmi? Qarab boqadigan bo'lsak, hozir hamma odamning g'ami bor, lekin bir qancha turli narsaning g'ami yo'q. Masalan, qarab boqaylik, bir onamizning qursiqidagi holatni bir tasavvur qilib
Bakılı. Biz anamızın kurskuduk vaktimizde mi? Bizning rizqqa ehtiyojimiz var. Bizning suvga ehtiyojimiz var. Bizning havoga ehtiyojimiz var. Biz anamızın kurskida hech narsani o'ylashni bilmaydigan, kelgusidan ensirashni bilmaydigan vaqtimizda mi rizq berliklik. Biz tug'ilgandan keyin bizning sutga ehtiyojimiz var. Bizningki bir qancha odamninki bizning xizmatimizni qilishga ehtiyojimiz var bizningki. Ya'ni bizning kichik vaqtimizda bizning ehtiyojimiz texmi ko'p, muhtojligimiz texmi ko'p. Ammo u vaqtda bizda ensirashadigan bir narsa yo'q. Alloh taolo bizga unda bir aql, tafakkur bermaglik u vaqtda. Ammo shu vaqtda bir och qoldikmi? Ammo shu vaqtda bir uysiz qoldikmi? Shu vaqtda bir xizmati qilniqsiz qoldimi bizningki? Yo'q, bu zaminning bir egisi bor. Bu koinotning bir Rabbisi bor. Mehr, shafqatdan iborat bir narsani onasining, dadasining, bovisining qalbiga serish orqali Alloh taolo bizning atrofimizda xizmatchilarni paydo qildi. Bizga sutlarni avatdi, onamizning vaqtisi orqali. Demak, bunda o'qisak bu masalalarni. Biz qancha ojiz vaqtimizda bizningki ahvolimiz shuncha yaxshi. Bizga bir qancha odam xizmat qilg'iliq. Shundaqlarda har vaqtimiz isil tomoqlarni yegilik biz kichik vaqtimizda 5-6 qatim sut ichimiz. Hozir sut ichalamizlar. Unda boshqa hayvonlarga qarab boqaylik. Hayvonlarning rizq ehtiyoji bor. Biz ehtiyojli bo'lgan narsalarning ko'pinchasiga ehtiyoji bor. Ammo hayvonlarga qarab boqadigan bo'lsak, Alloh taolo bizni tafakkur qilsin deb ajoyib yaratib qo'ygan hayvonlarni. Nadi hirisman, nadi vahshiy hayvonlar tex uruq, tex ochliqni ulab qoladi. Masalan, eng aqlliq deb hisoblangan bir hayvon bor. Qaysi? Tulki. Shundaqo, yiliga aqlliq deb. Tulkining simini ko'rib boqdinglarmi? Resim bo'lsa-ma, qo'chqordek menda. Kası var mı? Simiz tülkürüp baktığında yok. Ama onda öyle baksak bilik. Bilik nadatı tez unutup kalıdı deyimiz o mesela akılsız kişilerge misal kılımız. Bilik'nin urukunu körüp baktığında bazağı vasanla simiz bilik alay, uruk bilik alay da tallığını bir yerde köyden anlama. Yok. En akıllı hayvanın simiz yok. En akılsız hayvanın uruku yok. Bu yerde Allah Teala bize bir nesini bildirip atıdı. Ey rızkını ensirvatkan insanlar. Rızkınlar benim kulumda. Sile aklınlığı işinip, üzerinin hareketiga işinip, men aklını işletken boğaçka, men hareket kılgan boğaçka, bu pullarını taptım. Men uşağı olgan boğaçka bu muvaffaqiyatlarga erişin dep oylamanglar. En düven boğan bilikqa merizq bir vatime. En uşağı boğan tülkümü açlıqni ulab qılıvatıdı. En sile aciz. Ana şundaq muhtaç vaqtinglarda sile hazırqıdan yaxşırak yaşagan sile isil yegen, isil keygen. Mesela kichik vaqtimizda biz isil keygen. Anamız üzü keymey bizi keygüzütdi. Üzü yemey bizga yüzətdi. Ama çoğ olgandan keyin kichik vaqtimizdagi rizqimiz taxa hazır taxamat verlep ketiglik. Nima ish qilamizlar? Chunki biz shu Allohga bo'lgan tavakkulimiz tuvan. Alloh bizga azroq aql berib, tafakkur berib, bizni mang'udek iqtidor berib, bunda qilgan sari inson haddidan eshib, rizqimni o'zim topaman, kelgusim mening qo'limda degan bu o'yga kelgandan keyin Alloh taolo akilib bizga kallamizga dunyoni ko'kizib qo'ydi. Ondan keyin biz o'ylab bu dunyoning ostidan chiqolmaymiz, izlaymiz. Ondan keyin biz ben yurildim hayot gelme üstümge deb naqsh to'laymiz. Amaliyotda bo'lsa, rizq butun Allohning qo'lida. Bizga tushgani shu rizq yo'lida tirishish. Endi chiqinglar, hal qilolmaysizlar. Faqat hozirga o'xshash tushkunlik patislar. Hozirgi yoshlarning hayotdan zirkib ketishi, hayotdan tugab ketishi, hatto o'zini o'ltirishga urinishning sababini nima desanglar? O'ylab, o'zi havas qilgan kishilardek turmushga erishishga ko'zi ilmaydi. Yo'q, men hayot yashasaq, o'shundoq yashasaq bo'ladi. Yasaganing nima foydasi deb o'ylaydi. Ondan keyin hayotdan voz kechadi. Ey insonlar, rizq sizlarning qo'lingizda emas. Rizq Allohning qo'lida. Unda bo'lgan ekan, sizlar qo'rqqan rizqingizda, qo'rqqan kelgusingizda qanday qilasizlar? Fattakhidhu vakila. Allohni vakil qilasizlar. Allohga topshirasizlar. Ey Alloh, men tirishima, men yaxshi o'qiyman, men qo'limdan kelgan hammani qilaman. Mening menda orzularim bor, menda tilaklarim bor. Rizq sening qo'lingda ekan, sen men xazinani ishkini ochqin deb haqiqiy shaklda Allohga qalbingdan tavakkul qilasizlar. Allohga tavakkul qilgan vaqtingda, rizqning rasmiy shaklda Allohning ilki ekanligiga ishongan vaqtingizda ondan keyin sizlar rizq talab qilish yo'ldimi haromga tushmaysizlar. Sizlar rizq mening qo'limda deb o'ylab olgandan keyin, men topaman deb o'ylab olgandan keyin sizlarga bir qancha imtihon keladi. Shunda yolg'a aytsanglar ba'zan pul keladigan, shunda ba'zan narsaning aypini yapsanglar, boshqalarni aldasanglar, u yerdan bir foyda keldigandek bu shunday imtihon keladi. Rizq Allohning ilkidiga ishongan bir odam mana shu yerda, men bu yerda yolg'a aytmasammi, shu rizq mening bo'lsa Alloh taolo boshqa bir yo'ldan menga akab beradi deb savdosi rostchil bo'ladi, samimiy bo'ladi. Ondan keyin Alloh taolo uningga rizqida bo'lsa beradi. Demak, bizning bugun o'rganadigan Al-Vakil ismimiz bizning qalbimizga haqiqiy orom baxsh, haqiqiy xushallik beradi. Chunki hozir qadar bizni izlayotgan, bizni andisha solayotgan narsa aslo va aslo bizning ilkimizda emas. Qo'rqib avoromanglar, andish qilib avoromanglar. Faqat sizlar sabab qilinglar, ammo rizqni, kelgusini Allohga topshiringlar. Chunki Alloh taolo alla tattaxidu min duni vakila. Ey mu'minlar, mendan boshqasiga ishonib topshirmanglar deydi. Qilgan savaplaringizmi, ishlaringni topshirmanglar. Va kafa billahi vakila. Alloh taolo kepil bo'lishda, igi bo'lishda, homiy bo'lishda yetarlikdir. Va tawakkal alalloh. Allohga tavakkul qilinglar. Va kafa billahi vakila deb mushu ishlarni menga topshiringlar degan haqida Alloh taolo Qur'on Karimda 50 ga yaqin oyat tushirgan. To'xtamay deydi Alloh taolo. Ishlaringni menga topshiringlar. Ishlaringni
menga topshiringlar. Bu deganlik siz hech ish qilmay o'tiring deganlikmi? Asla va asla undaq emas. Insonning qiladigan ishlari bor, sabablari bor. Iqtidorni chiqarish kerak. Ammo bizning iqtidorimizni hal qilgan ishlar bor. Va shundaqla biz ba'zi vaqtlar shundaq bir nuqtaga kelamizki, eng yaxshi o'qiymiz, sabablarning hammani qilamiz, ammo yana oldimiz etib qolishi mumkin. Bu vaqtda biz o'zimizga bir qarab chiqib, men shu yaxshi o'qisamlam bir yaxshi ishga erishaman, yaxshi o'qisamlam mening rizqim kengayib bo'lib ketadi deb shu sababga imo aytdimmi yoki rizq Allohning qo'lida, ma o'qish, ma ishlash, ma harakat qilish menga tushgan vazifa ekan, men mani qildim, endi ey Alloh ishingni menga osh deb Allohga duo qilandim. Bu haqda o'zimizni bir tekshirishimiz kerak. Chunki Alloh taolo al-vakil, ishlarga ega bo'lg'uvchi zot. Ikkinchi ma'nosi Allohningki al-vakil isminingki o'ziga tayangan kishilarga kepil bo'lg'uvchi zot. Qalbida mening Robbim bor. Hammadan kuchlik, mashriqning egasi bo'lgan, mag'ribning egasi bo'lgan, osmonning egasi bo'lgan, zaminning egasi bo'lgan, butun xazinalarning egasi bo'lgan Robbim bor. Men butun ishlarimni Allohga topshiraman deb Allohga haqiqiy shaklda tavakkul qilgan kishilarga eng qiyinchilik paytida, eng xatarlik paytlarda Alloh taolo uningga kepil bo'lg'uchi. Buningki nurg'unlagan misollari bor. Tarixdan misollari bor. Biz yuqorida o'tdik, masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mushuklarning qochib uyidan kechida chiqdi. Shundaqla mushuklar sizib qolmasin deb putning uchida dastlab chiqdi. Va shundaqla izimni mushriklar ko'p qolmasin deb u yerga birisiga pul berib qo'yib vaqtirib izni uchagizdi. Qaranglar, bu yerda nəhayət inchki bir nuqta bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kim? Allohning veychidan, Allohning payg'ambari u. Men degan Allohning payg'ambari, Alloh meni qo'g'disin, men Allohga ishlarni topshirdim deb qolib, kunduzlikda mushrikni oldimga olib ketdimi payg'ambarimiz? Yo'q, kechida ehtiyot bilan uydan chiqdi, izni uchagizdi. Ana shunda puldan qildigan butun sabablarning hammasini qilib g'orga yushundi. Payg'ambarimiz butun sabablarni qilgan bo'lsa-mu, mushriklar izdab g'orning ig'ziga keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'rqdimi? Andisha qildimi? Qanday qilamiz dedimi? Ey Abu Bakr, qulonni ko'ta Allohga duo qilayli deb huduqdimi? Asla. La tahzan, innalloha ma'ana. Mana ma'u tawakkul. Mana ma'u ishlarni Allohga topshirish. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Uhud urushida ig'ir talafotga uchradi. Keyindan mushriklarni qovlab Hamrol Asadga bordi. Nihoyat halqiliq bir payt kelib qoldi. Agar mushriklar qayta qo'shin boshlab kelsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va Madina ahlida ajoyib ig'ir talafotlarni elib berishi mumkin mushriklar. Mana bu shunday paytda munofiqlardan biri kelib, nima dedi? Qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sizga kishilar to'plashdi. Sizga hujum qilmoqchi dedi. Bizga nima deydi hozir? Xitoy kuchlanib ketdi. Biz amalsiz bu ish qarta. Zal Xitoy kuchlanib ketdi, rost. Sababni qilsin kuchlanib ketdi. Biz bo'lsak kuchlanmadik, biz ojiz. Biz ojizg'o. Rasulullohning dal ashunda xalqlik paytda bu sahobalarning so'zi, Rasulullohning bu ifodasi Qur'on Karimda mangulik tilovat qilingan shaklda nozil qilindi. Ularning maydoni. Nima dedi? Hasbunalloh. Bizga Alloh yetadi dedi. Biz qo'limizdan keldigan ishlarni hammani qilib, o'quvchilar yaxshi o'qib, tijoratchilar yaxshi pul tepib, o'zining majburiyatini ado qilib, har bir kishi o'zining majburiyatini to'liq ado qilib bo'lgandan keyin Xitoy qanchalik kuchlanib ketsin, hasbunalloh. Alloh bizga yetar. Alloh bizga yetmasmi? Hasbunalloh va ni'mal vakil. Alloh taolo ajoyib yaxshi ishni topshiradigan bir zot. Alloh taolo ajoyib yaxshi vakil u. Alloh taolo menga o'lmaydigan bir vakil u. Alloh taolo bu oyat orqali ana shundaq sizlar Allohga topshiringlar deydi. Biror boshqan yoki biror davlat raisi bizga ishinglarga biz egachisi qanchalik xotirjam bo'lamiz. Va tavakkal alal hayyallazi la yamut deydi Alloh taolo. O'lmaydigan Allohga ishingni topshiringlar deydi. U davlat raislari, u boshqalar o'ladi, ammo Alloh o'lmaydi. Agar biz qo'limizdan kelgan ishlarni hammani qilib, pulimizni Allohga topshirsak, ya'ni kelgusimizni Allohga topshirsak, bolalarimizni Allohga topshirsak, qo'limizdan kelgan ishlarni hammani qilib turib, undan keyin Alloh taolo mangu abadiy hayot bo'lgan bo'lg'achqa, biz o'lgandan keyin uning Alloh ega bo'ladi. Mana bu so'zning o'zini Ibrohim alayhissalom degan. Ko'pinchimiz bilishimiz mumkin. Ibrohim alayhissalom Namrudning davrida o'tgan. Namrud bo'lsa eng kuchli zolim podshoh, kishilarni o'ziga ibodat qilishga buyurgan bir podshoh. Mana bu shundaq bir vaqtda Ibrohim alayhissalom yolg'iz chiqib, zulmga, nahaqchilik qarshi maydonni ifodaladi. Yolg'iz askarlar tutib akeldi Ibrohim alayhissalomni. Manchinoqqa bog'ladi. O't qoladi. O'tninki o't turusqa otdi Ibrohim alayhissalom. Ana shundaq Ibrohim alayhissalom butunlay ilojisiz, imkonsiz paytda Jibril alayhissalom keldi. Menga bir ehtiyojing bormi dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın qalbi Allah'a şundaq tayanganki hasbunallah, menga Alloh yetadi dedi. Senin kerak yo'q. Menga Alloh yetadi. Va ni'mal vakil. Alloh eng yaxshi vakil. G'am qilmasak bo'ladigan vakil, xotirjam bo'lsak bo'ladigan vakil deb mana shu so'zni qilgan. Va shundaqla bu oyatni Qur'on Karimda keltirish orqali ey mu'minlar, u dushmanning kuchligiga qarab va shundaqla yoshlar hozirgi bozor bahosining o'lib ketishiga qarab, dollarning jimtimasligiga qarab, kundan kunga narsalarning qimmatlashiga qarab, endi kelgusimiz butunlay tugashga o'xshaydi. Biz cho'ng'ilab bo'lg'uchi biz ma hayotni yashayammoq deymiz deb asla va asla o'ylamanglar. Hasbunalloh. Alloh bizga yetar. Va ni'mal vakil. Alloh eng yaxshi vakil degan bu so'zni bizga o'rgatgan. Unda bo'lsa, bizningki Allohning al-Vakil ismidan o'rganadigan birinchi nuqtamiz nima ekan? Allohga to'liq
tavakkul qilish. Allohga tavakkul qilish masalasida bizda ajoyib xato, pasib tushunchalar bor. Ba'zi kishilar bor, butunlay sababga cho'qinadi. Men bunda qilgandan keyin cho'qim shundoq bo'lishi kerak. Men yaxshi bo'lgandan keyin cho'qim ish topa olishim kerak. Men tirishgandan keyin menga cho'qim ko'p pul kelishi kerak deganga o'xshagan mush sababga bevosita cho'qinadigan kishilar bor. Yana bir bo'lak kishilar bor, biz Allohga tavakkul qilamiz deb harakat qilmaydigan va yoki harakat qilsa-mu yetarli harakat qilmaydigan, o'zining savalligini biz Allohga tavakkul qilgan, taqdir mushunda ekan deb taqdirga yo'laydigan mushunda xato ikki xil tushuncha bor. To'g'ri bo'lgani tavakkul degan nima esa, qo'limizning, ko'zimizning butun a'zoyimizninki Alloh bergan butun imkoniyat yo'lida voyaga yetkazib tirishchanlik ko'rsatish. Qalbimizning bo'lsa butunlay Allohga tayinish. Qalbimizning Allohga tayinganligini qanday bila olamiz? Masalan deylik, bir tijorat qilish uchun tirishdik. Natija biz o'ylagandek bo'lmadi. Mana shu vaqtda men tirishdim, Allohga ishinib bu yo'lga chiqqan. Mushu menga hozir yozilgan ekan deb u natijaga qarta hech qanday qayg'urmasak, o'zimizni tugashtirib olmasak, biz Allohga tavakkul qilgan bo'lamiz. Ammo sababni joyida qilmay, o'zimizning yetarliligini Allohga yuklab qo'ysak, biz Allohga tavakkul qilgan desak, yana xatolashimiz. Chunki bizni Alloh taolo sabab qilishga buyurgan. O'shida ko'rdik-ku, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ba qo'shinda bir sababga sal qaralganligi uchun musulmonlar talafotga uchurdimi? Uchurdi. Sahobalar bizga o'xshash savolni qo'ydi. Biz Allohning yo'lida kurashga chiqsak, nimishqa mag'lub bo'ldik, nimishqa bunda talafotga uchurdik degan haqida so'ralgan vaqtida Alloh taolo Qur'on Karimda "Fabima kasabat aydikum." Buni o'zinglar sabab bo'ldinglar dedi. Demak, bizni talab qildigani tavakkul masalasida qo'limizdan keladigan ishlarning hammasini qilish, biz qo'limizdan keladigan ishlarning hammasini qilib bo'lgandan keyin, tirikchilikni ko'rsatib bo'lgandan keyin natija qanday chiqsin, uningga rozi bo'lish. Hargiz andish qilmaslik, qo'rqmaslik. Yana bir eng muhim masala nima desa, tavakkul iymonimizning 20 qarindoshlar. Tavakkul bo'lmagan odamningki iymoni mukammal emas. Tavakkul butunlay umidsizlikni ketkizadigan eng yaxshi chora. Hozir jamiyatimizda hammada nima ko'p desak, bu shumpal elish ko'p. Yoshlar bir yakasini baytadiq, hayot zo'r, hayot qiyin, yashamoq qiyin, kelgusi qiyin. Yevropaga kelsak ularmi, iya kelsak ularmi deb butunlay kelgusidan andishi bor. Mana bu shunday kelgusidan andish qilish bir musulmonningki asli bu shirk qatoriga kiradi. Asli bu Allohga bo'lgan iymonning naqadar ojizligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi, "At-tayru shirkun" deydi. Shumpal elish shirk deydi. Shumpal degan nima? Davomli kelgusidan ansirash. Bu dunyo qanday bo'lib ketadi? Ey, dunyoning egisi bor. Jonsiz daraxtlarga Alloh taolo rizq beryapti ya. Jonsiz daraxtlarningmi biz ehtiyojli bo'lgan suvga ehtiyoj yo'qmi? Jonsiz daraxtningki biz ehtiyoj bo'lgan havoga ehtiyoj yo'qmi? Biz ehtiyoj bo'lgan narsaning ko'pinchisiga ana shu jonsiz daraxtning ehtiyoji bor. Alloh taolo ana shunday jonsiz daraxt o'simliklarga rizq beryapti. Unda o'zi nimadan ansiraysa? Bizning Robbimiz va bizni yaratib tashlab qo'yama Alloh taolo? Asla va asla undaq emas. Shuning uchun tavakkul qilish, kelgusi masalamizda tavakkul qilish, pul milimizda Allohga tavakkul qilish bu bizning iymonimizningki 20 iymonimizning eng muhim asosi. Bu sababni Alloh taolo haqiqiy mu'minlarni sifatlagan vaqtda Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Innamal mu'minuna allazina idza zukiralloh wajilat qulubuhum." Haqiqiy mu'minlar bo'lsa, Allohning zikri tilg'ilinsa, ularning qalbi yumshaydi, iriydi. Va idza tuliyat alayhim ayatuhu. Allohning oyati ularga tilovat qilinsa, zadatuhum imana. Ularning iymoni ziyoda bo'ladi. Va ala robbihim yatavakkalun. Ular Robbiga tayinadi, Robbiga ishinadi, kelgusidan qo'rqmaydi. Mana shunday kishilar haqiqiy mu'minlar deydi. Va shundaqlar haqiqiy musulmon Allohga tavakkul qilish kerak ekanligini bildirib Alloh taolo in kuntum amantum billah, agar sizlar Allohga ishonamiz degan mag'ifangda rasul bo'lsanglar, Allohga ishonsanglar, fa alayhi tavakkalu. Unda siz Allohga tavakkul qilinglar. Ma ko'zingizga yetmagan ish va ya, kelgusinglar bo'lsin, sizlar andishiga selayotgan ish bo'lsin, va yoki bizning vatandagi tuqqanlar bilan ko'rishimiz bo'lsin. Mana shunday ishlarda tavakkalu, Allohga tavakkul qilinglar. In kuntum muslimin, agar sizlar musulmon bo'lsanglar deydi. Va shundaqlar nurg'ulg'an, buningdan ko'p nurg'ulg'an oyatlar Alloh taolo haqiqiy mu'min chuqum Allohga tavakkul qilmay turib haqiqiy mu'min bo'lolmaydiganligini Alloh taolo bayon qilgan. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadislarda haqiqiy tavakkulning qanday bo'lganligi va shundaqlar tavakkul qildigan odamningki qanday hayot yashaydiganligidan xabar berib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Law annakum tatawakkaluna alalloh haqqa tawakkuli." Agar sizlar Alloh taologa haqiqiy to'g'ri ravishda tavakkul qila olgan bo'lsanglar, Alloh taolo sizga xuddi qushga o'xshash rizq beradi deydi. Qushninki pul tepiradigan dadasi bormi? Ya uni maxsus qarab oladigan odam bormi? Yo'q qushninki. Biroq qushninki bir mayda jinimni boqamadim deb boshqa yerga pul topqilib ketganini ko'rdingmi? Kim boqadi qushni? Alloh boqadi. Ammo qush meni Alloh boqadi deb jim o'ltiramdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisning oxirida bayon qilib, "Tagdu khimasan va taruhu bitan." Qush et deganda o'zidan chiqadi, bursuq och holda kashni to'q qaytadi deydi. Demak, bizni talab qildigani uyimizdan chiqish, medirlash, harakat qilish, ammo rizq Alloh tarafidan. Biz mana shunda, "Ya Alloh qushqim rizq bersa, menga chuqum rizq bersa" deb qalbimizning butun andishini chiqarib harakat qilgan vaqtimizda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sizlar qushlarga o'xshash rizq berilgan bo'ladinglar deydi. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qanday bir odam uydan chiqqan vaqtda "Bismillahi tavakkaltu alalloh." Allohning ismidan Allohga tavakkul qildim. Ya'ni butun ishlarimni, hamma ishlarimni Allohga topshirdim. La havla va la quvvata illa
billah. Yaxshilikni akilish, pul tepish va shunga o'xshash butun manfaatlarni tortib akilish va shundaqla yomonliklarni ittirish. Balkim uydan chiqib bir qatorga tushib ketishi mumkin. Uydan chiqib bir vaqalarga uchrab ketishi mumkin. Hech qaysi bizning qo'limizda emas-ku. Kimning qo'lida? Illa billah. Faqat Allohning qo'lida. Ya'ni bütün yaxshiliklarni tortib akilish, bütün yomonliklardan o'zimizni saqlash faqat Alloh bilan bo'ladi deb mana shundaq zikrni qalbidan chiqarib desa, yuqalu lahu kufita va wuqita va hudita deydi. Uningga sen kupay qilinding. Demak sen Allohning himoyasiga erishding, qo'g'dalding, to'g'ri yo'lga yetaklanding deyildi. Ve onundan şeytanlar yiraklaşıdı o deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın dualarını qarasak mı? Resulullah'ın duasının köp sallıqı Allah'a boğan tevekkülünü öz içine alırdı. Mesela duamı eğer hakiki mahiyetini bilip kılsak, onu bir tevekkül. Yine bir hata ibaremiz var bizimki. Bizim duadan başka hiç nesimiz yok deydi. Duayımızın boğanlık acayip çok iş bu. Eğer duayımız boğmagan bolsa Allah Teala sizge perva qilmaydi deydi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Eğer sizin duayını boğmagan bolsa Allah sizge perva qilmaydi deydi. Bizim duayımızın boğanlığı eğer biz duanın tek mahiyetini yitip dua kılalsak bu bek çok iş bu. Şunun için bizim duayımızdan başka iş yokken, duadan başka iş kulumuzun kemitken demeyli. Kulumuzun kegaşın hemmini kılle, kulumuzun kemigaşlarda duayımız var. Bu bizim en güçlü kuralımız. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ayete qarab bakılgan bolsak, mana şundaq hemmesi degidek tevekkül duası bilen tolgan. Bu tevekkül meselesini yen teklep qo'yay. Asla ve asla buşanlıq, g'ururlik qilib turib Allohga yo'linib bu tevekkül emas. Bu Hazreti Ömer'nin sözü bo'yicha aytgan vaqtimizda tayyor toplik. Hazreti Ömer'nin davrida bir bo'lak kishilar mana shundaq masjidga yetib olgan. Hazreti Ömer "Men nima ish qildik odamlar" deb so'ragan vaqtda, biz Allohga tevekkül qiluvchilar, biz shu masjiddan chiqmay Allohga tevekkül qilamiz. Alloh bizning rizqimizni tashlab beradi degan ma'noda gap qilgan vaqtda Hazreti Ömer qo'ldagi tayoqlan buni haydayotgan masjiddan. Sizlar tevekkül qiluvchi emaskansizlar, tayyor topgansizlar deb uni qanday qilgan? Haydab o'tgan. Shunga buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Oxirida Allohning vakil ismidan oldigan darsimiz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ninki hayotida qaraydigan bo'lsak, Resulullahning atdigan kashda o'qiydigan zikrisi, uxlaganda o'qiydigan zikrning hammasi mana shu tevekkülni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'zini Allohga topshirishni o'z ichiga oladi. O'zini Allohga topshirish Allah en yaxshi ko'radigan ishlarning qatorida. Bu sababdan Alloh taolo "Innalloha yuhibbul mutawakkilin" deydi. Alloh taolo tevekkül qiluvchilarni yaxshi ko'raman deydi. Biz inson bilan suhbatimizdan bir o'ylab baqaylik. Balimiz bizga o'zini itib tursa, biz uni yaxshi ko'ramiz. Ammo bizdan qichib tursa, "Mening sana ehtiyojim yo'q" deb tursa, biz uni yaxshi ko'rmaymiz. Dal Allohmi? Biz Allohga o'zimizni qalbiy jihatda itib tursak, "Mening Allohdan boshqa hech narsam yo'q, Allohdan boshqa to'rikim yo'q, Allohdan boshqa panoyim yo'q" deb qalbiy jihatda o'zimizni Allohga tashlab tursak, Allohga tevekkül qilib, Allohga ishonch qilib turib, cho'ng ishlarga qadam sala olsak, u vaqtda biz "Innalloha yuhibbul mutawakkilin" Alloh taolo yaxshi ko'radigan tevekkül qiluvchilarning qatoridan bo'la olamiz. Va shundaqla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga o'xshash har duolarimizda Allohga tevekkül qilib turib so'rashimiz kerak. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning duosi: "Allohumma aslamtu vajhi ilayk." Ey Alloh, men o'zimni sana topshirdim. Va fawwadtu amri ilayk. Ishlarimni sana havola qildim. Va alja'tu zahri ilayk. Va sana yo'landim. Bularning hammasi sening rahmatingga bo'lgan umid va azobingdan bo'lgan qo'rqinch sababidir. Ya'ni rag'batan va rahbatan ilayk, la malja va la manja minka illa ilayk. Faqat qutuldigan joy, panogoh joy sening qashingda degan mushu duoni ko'p o'qishimiz kerak. Va ondan boshqa bir musulmon atdigan kashlik zikrini asla va asla tashlamaslik kerak. Bu zikrning ma'nosini bilib turib aytgan vaqtimizda mushu zikrlardan bir Allohga bo'lgan tevekkül, Allohga bo'lgan ishonch chiqadi. Masalan, atdigan kashda o'qiydigan zikrimizning ichida mashhurdan birisi bor. Allohumma anta robbi la ilaha illa ant. Ey Alloh, sen mening Robbim, sendan boshqa hech bir iloh yo'q. Alayka tavakkaltu. Sana tevekkül qildim. Va anta robbul arshil azim. Sen buyuk arshning Robbisan. Ma sha Allohu kan. Sen xoligan ish bo'ldi. Va ma la sha lam yakun. Sen xolimagan ish bo'lmaydi. Va la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Yaxshiliklarni tatib akilish, yomonliklarni ittirish faqat buyuk Allah bilan bo'ladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mana shu duoni ko'p o'qiydi. Va shundaqla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam jannat xazinalaridan deb suhbatligini mana shu la havla va la quvvata illa billah. Hozir qadar hech narsa o'ylamaydigan bo'lsanglar, bundan keyin shu zikrni o'qigan vaqtinglarda qalbinglarda Allohga rasmiy shaklda tayinib turdiringlar. Chunki bu duoning, bu zikrning ma'nosi ajoyib cho'nqur. La havla foydali ishlarni tatib akilish. Mayli o'qishga muvaffaqiyat bo'lsin, pul tepish bo'lsin. Ya'ni bizga foydali bo'lgan bütün ishlarni tatib akilish, yomonliklarni ittirish, biz qildigan kasal bo'lsin, musibat bo'lsin, har qanday bir yomonlikni ittirish illa billah. Faqat Alloh bilan mumkin. Alloh yaxshilikni bizga nasib qilsa mumkin. Alloh bizni yomonlikni ittirsa mumkin deb mana shunday yetib turib yeyishimiz kerak. Va shundaqla uydan chiqqan vaqtimizda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ajoyib bir ulug' duoni bizga o'rgatib qo'ygan. Amaliyotda uydan chiqqan vaqtimizda bunda o'ylasak, ajoyib xatarlar bizni saqlab turishi mumkin. Uydan chiqiblan bir qatnash bizni suqib o'tishi mumkin. Uydan chiqib uzun ma'may bir qatorga tushib ketishimiz mumkin. Uydan chiqib bir bilan so'qishib qolishimiz mumkin. Putimiz sim ketishi mumkin. Hammasi bizni marab turgan xavflar.
Mana bu shunday vaqtda bir mo'min qanday qiladi? Bismillahi tavakkaltu. Uydan chiqqan vaqtda Allohning nomi bilan Allohga tavakkul qildim. Va la havla va la quvvata illa billah. Yaxshilikni akilish, yomonlikni ittirish faqat Alloh bilan bo'ladi. Allohumma a'udhu bika an adil. Ey Alloh, men sening panohingga sig'inib ozg'uluq tushib qolishni tilayman. Aw adal, ozdulib ketishdan sendan panoh tilayman. Yoki xatolashib qolishdan panoh tilayman. Xatolashtirishni panoh tilayman. Zulm qilishni panoh tilayman. Zulm uchrab qolishni panoh tilayman. Nadonlikqa tushib qolishni panoh tilayman. Shundaqla boshqalarning menga nadonlarcha muomala qilinishidan panoh tilayman degan bu duosini uydan chiqqan vaqtda o'qishimiz kerak. Bu uydan chiqqan vaqtda o'qiydigan duo. Arabchasi Bismillahi tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohumma a'udhu bika an adil aw udil aw azil aw uzal aw azlim aw udlam aw ajhal aw yujhal alayya. Mana mushu duo uydan chiqqan vaqtda o'qiydigan duo. Yana birisi va tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohga tayandim. Uydan chiqdim, sog' salomat qaytib kelishda, yaxshilarni akilishda, muvaffaqiyat qozonishimda faqat Alloh menga yordamchi bo'ladi. Yomonliklarni ittirishda faqat menga Alloh yordamchi bo'ladi deb mushu duoni o'qib chiqishimiz kerak. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamningki yana bir duosi bor. Allohumma inni as'aluka at-tawfiq li muhabbik min al-a'mal. Ey Alloh, sen yaxshi ko'radigan amallarni menga muvaffaq qilishingni so'rayman. Va sidqat tawakkul alayk. Sana samimiy shaklda tavakkul qilishni so'rayman. Va shundaqla seni yaxshi gumon qilishni tilayman deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam dedi, qaranglar, samimiy tavakkul qilishni so'rayotdi Alloh taolodan. Chunki tavakkulga ko'p hollarda bizda ba'zida boshqa sabablar aralashib qoladi. Allohga tavakkul qildik deymiz, ammo sababga tavakkul qilganligimiz aralashib qoladi. Masalan, biz bir ishni qildik, undan bir yaxshi natija chiqmadi. Agar biz Allohga tavakkul qilgan bo'lsak, qilgan ishimizdan yaxshi natija chiqsin yoki yaxshi natija chiqmasin, muomalamiz o'xshash tura olsa, biz Allohga tavakkul qilgan bo'lamiz. Agar sabab qarta men mushunda qilsam nima bunda qolmaydi deb qochsak, biz Allohga emas, sababga tavakkul qilgan bo'lamiz. Shuning uchun Alloh taolodan o'sha samimiy shaklda tavakkul qilishni so'rashimiz kerak. Alloh taoloning bu Al-Vakil ismi bizningki bugungi kunimizda biz intan ehtiyojli bo'lgan ism aziz qarindoshlar. Chunki ma hayotda bizni nurg'un kishilar aldishi mumkin. Nurg'un kishilar bizga tuhmat qilishi mumkin, bizga xiyonat qilishi mumkin, bizni kataki ittirishi mumkin. Shundaqla bizni o'zimiz aqlab bulanmaydigan darajada tuhmatga ko'mib o'tishi mumkin. O'zimizni shundaq bir ojiz holatga qoldirishi mumkinki, balkim shu mahallada yashamaydigan holat qilib qilishimiz mumkin. Mana shu vaqtda bizni to'g'ri tushunadigan bir odam bo'lmagan vaqtda, dardimizni anglaydigan odam bo'lmagan vaqtda Alloh taolo bizga o'rgatib, in tavallaw, agar ular sendan yuz o'rsa, sening keyindan turaman deganlar sendan yuz o'rsa, seni qo'llayman deganlar sendan yuz o'rsa, keyiningda men bor deganlar, menga ishon deganlar yuz o'rsa, faqul hasbiyalloh. Ana shundaq vaqtda asla va asla ojiz holatga tushma. Hasbiyalloh, menga Alloh aytadi degan va ni'mal vakil. Alloh taolo ajoyib yaxshi vakil bo'lguchi. Bu yerdagi vakil degan gap bir odamga o'zining ishini butunlay topshirish degan gap. Sizlar ana shunday bir ojiz holat kelgan vaqtinglarda butun ishlarni Allohga topshirsanglar, Alloh taolo nima deydi? Ajoyib yaxshi bir vakilga ishinglarni topshiringlar deydi. Demak, xotirjam bo'lishga loyiq zotmikan? Haqiqatan loyiq. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haqiqiy shaklda mo'min bo'lishni nasib qilsin. Va shundaqla subhanahu va taolo bizni sabablarga tavakkul qiladigan, sabablarga cho'qinadigan emas, Allohga tavakkul qiladigan, Allohga cho'qinadigan haqiqiy tavhid ahlidan qilsin. Va shundaqla sabablarni tashlab qo'yib, men Allohga tavakkul qildim deydigan bu xil shakldagi passiv kishilardan bo'lib qolishni Alloh subhanahu va taolo bizni saqlasin. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolodan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tilagandek, Allohning ismi bilan har vaqt Allohga tavakkul qilamiz. Biz qiladigan foydalarning hammasi uchun biz sabab qilamiz, lekin u foydalarning hammasi Allohning yordami bilan bizga keladi. Biz qochgan yomonliklarning hammasidan biz qochishga harakat qilamiz, biz sabab qilamiz, lekin u yomonliklarni bizdan Alloh to'sib qoladi. Biz ezib ketmaslikka tirishimiz, bizni faqat Alloh taolo to'g'ri yo'lda mang'izadi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning eng ko'p o'qiydigan duoyi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allohning payg'ambari, Qur'on tushadigan bir payg'ambarning doim o'qiydigan duoyi, ey Alloh, qalblarni o'rib cho'rib, har xil ishlar qiziqtirib, so'g'itib turadigan zot, mening qalbimni ma to'g'ri bo'lgan dinda mustahkam qilgin degan bu duosini biz sendan so'raymiz, ey Alloh. Allohumma anta robbi la ilaha illa ant. Ey Alloh, senden başka ilah yok. Aleyke tevekkeltu. Sana tevekkül kıldık ey Allah. Bütün işlerimizi sana tevekkül kıldık. Kelgüsümüzü sana tevekkül kıldık. Ballarımızı sana tevekkül kıldık. Mallarımızı sana tevekkül kıldık. Ve ente rabbul arşil azim. Sen bulsan büyük erşinin Rabbi. Maşallahu ken. Allah halıgan iş buludu. Allah halımağan iş bulmaydı. Onda olsun nimeden korkumuz? Boğan işler Allah'ın hayışlen buldu. Boğmağan işler Allah'ın hayışlen buldu. Şunun için ey Allah, bütün korku ve endişelerimizde işlerimizni ey Allah sana tapşırdık ey Allah. Bizim duayımızda icabat kılgın ey Allah. Allah Teala hemmimizni mana şu vekil ismiga haqiqiy shaklda iymon etgan ve shundaqla vekil ismi bilan bütün endişelerden qutulgan kishilarning qatoridan qilsin. Allah subhanahu wa taala hemmimizni o'ziga loyiq shaklda Abdul Vakil bo'lishni nasib qilsin. Va axiru da'vana
anil hamdulillahi robbil alamin.